Talabalar binoan Oqsaroy to'yxonasiga keldik. To'yxonamiz 100% tayyor holatda. O'zingiz ko'rib qarasizlar, pastinda 60 dona ustar, 10 kursidan, tepasida 14 dona ustar, 10 kursidan qo'shimchasini har stoli 2 dona kursidan beriladi. O'rtacha 1000 odam sig'adi. 9 dona konditsioneri bor ekan, 3 dona monitori bor ekan. Xudo xolasa qolganini video davomida ko'rib qarasizlar. Oqsaroy to'yxonamizda posudalar hammasi toza, Madonna posudalari, vagimalar, martinkalari hammasi odam boshına birdan yetadi 100%. Üstləri görüb o'zingiz baho beraverasizlar. Xudo xolasa ikkaladan xarajatlaringizni ofisiantlar, pollar, oshpazlarimiz chiroyli qilib qo'yib bersa, stolimiz chiroyli chiqadi. Oqsaroy to'yxonamizda oshpazlarimiz uchun kuxnyamiz chiroyli holatda tayyorlangan 3 dona qozoni bor, bemalol, hamma sharoitga ega. Oqsaroy to'yxonasi nereda joylashgan deb so'rasangizlar, Beshta qishlog'i oldingi basseyn orientirda. Kim shu yerda to'y bermoqchi bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon urishingiz mumkin. Birinchi to'y 6-iyul sanasi bo'ladi. Keyingi to'yxona qaysi bo'lsin, kommentariyada yozib qoldiringlar. Bizlarning boradigan to'yxonamiz keyingi to'yxona shu to'yxona bo'ladi.